Mana bular Bekzodxon bilan Sherzodxon, bular mana mayopga chiqishgan bular. Mana tog'larga yuribdi bular, necha tulkilarni quvib, bo'rilarni quvib, ayiqlarni quvib, mollarni boqib yuribdi bular. Juda chaqqon, juda baquvvat yigit ekan bular. Juda mana juda uzoqlardan o'tib kelgan. Hey, o'sha yoqlardan o'tib kelgan bular. Hey, o'sha tog'lardan. Mana bu u taraflarga borib kelamiz hozir. Mana bu yana sherlar tog'lar, dashlar. Mana tepamiz, mana tog'lik, juda baland tog'lik. Bular mana shu tog'liklarga juda sakrab, xuddi Mavguliday bo'lib yuribdi mana bular. Shunchalik chaqqon yigitlar ekan bular. Bularni tezkorligidan mana pastdan ham turib men videoga olishim mumkin. Bularni bunchalik chaqqon bola deb o'ylamadim. Bir sakrab tulkilarni dumidan to'xtatdi, bir sakrab bo'rilarni dumidan to'xtatdi. Ayiqlarni baxtdan baxtga quvib yuribdi. Bunchalik chaqqon bolalarni hech ko'rmagandim. Mana tog'lar tepalari. Bular meni ana shu o'ydan topib kelgan mana juda uzoqlardan oqtarib, bo'rilarni urib, quyonlarni quvlab, tulkilarni yumalatib, oqtarib oxiri mana topib keldi shu bolalar. Ana ko'rdinglarmi? Qanchalik chaqqon bolalarni ko'rdinglarmi? Mana bolla. Ana ko'rdinglarmi yigitlarni? Ana shunchalik chaqqon yigit bo'ladimi? Bu yigitlar tepalardan, tog'lardan sakrab tushib kelibdi. Revochlarni yeb, toshlarni dumalatib, tog'larga bo'ladi. Ana ko'rdinglarmi? Ana endi mana bu kishi Sherzodxon, bu kishi Bekzodxon, bu kishi Sherzodxon, bu kishi Bekzodxon, bu kishi Sherzodxon, bu kishi Bekzodxon.